Damas nomer 1, Damas legenda, Damas sila. Ketdik. Do'stlar, Damaschamiz turishiga bitta baho berib o'tinglar. Baridan Damas boshqachada do'stlar. Hech qanaqa mashina bilan bu mashinani solishtirib bo'lmaydi. Ko'rgan bo'lsanglar, Brekda videolarida Brekda aka-ukalarimiz har xil bir Xitoy mashinalari bilan solishtiryapti. Damas, baridan Damas do'stlar. Mana injektor kerakmidi Damasda do'stlar? To'liq injektor qilib yig'ib berganmiz. To'liq kompyuter bo'lib, motor hamma datchiklari joyida, injektorda harakatlanadi. 4-pokoleniya metan gazlari bilan ustanovka qilib berganmiz. Tak do'stlar, mana ko'rishingiz mumkin. Reduktorlari, datchiklari, qo'shimchasiga konditsioner kerakmidi? Mana konditsioner do'stlar Damasda. Mana konditsioneri. Mana qo'shildi konditsioner. Umuman nagruzka tushmaydi. Do'stlar, injektor, motor, konditsioner bo'lsa, umuman nagruzka tushmaydi motorga. Mana yoqib o'chirish knopkasi. Mana elektronniy tablo kerakmidi? Mana tablo do'stlar. Stak 4-pokoleniya metan gazi podsos teshiga yopib berdik. Juda ham zo'r turibdi. Juda ham zo'r chiqqan. Mana gazga o'tdi do'stlar. Mana gazda ishlashi. O'rtoqlar, qo'ylar, solishtirmanglar Damasni. Hech qaysi bir mashina bilan, hamma mashina o'ziga yarasha do'stlar. Baribir ham biz Damas tanlaymiz. Damas nomer 1, Damas legenda, Damas sila. Ketdik.